Hurmatli obunachilar, Zaynab bibini orqasidan yangi mahalladan ko'chalari bo'lgan, ajoyib uylar tayyorlangan uchastka ham chiqyapti. O'tgan safar u uchastkani sotuvdik birdaniya. Ikkinchi uchastka ham sotuvga. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Darvozaxonamiz ham katta qilib tayyorlangan ekan. Balangina. Bemalol tadbirlarni o'tkazib olsangiz bo'laver ekan. Burchakkadan terib qo'yib, oldini yopib qo'yib akma bilan. Birinchi xonamiz mana zal. Zalni ham balangina qilib tayyorlab qo'yilgan. Havo o'tishlarini hammasi tizimlari qilib qo'yilgan. Uyimizda asosiy kirish xoda. Katta koridor qilib tayyorlangan. Uyda sanuzil ham tayyorlab ketilgan. Uyimiz zilyon zonasi, oshxona, hammom, hojatxona, o'choqxona, uyimizga podvalga kiritgan xot qilib qo'yilgan. Bu esa hovlimiz old sotiga joylashgan, 6 ta xonadan iborat, pishirishda qilingan, gaz, suv, svitda muammo yo'q. Mana suvlar o'tgan, gazlar o'tgan. Narxini kelayotgan bo'lsa, startov 50 ming so'ralyapti. Sunnatga o'tadigan joy bor, real o'tgan anaqa bilan pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilaveringlar.